13 kun ichida 2 ta avariya va 9 qurbon. Navoiy Zarafshon Uchquduq yo'lida avariyalar va o'limlar soni keskin. 22 fevral kuni ushbu yo'lda Nexia yuk mashinasi bilan to'qnashish oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Kuni esa Kia va Chery mashinalari to'qnashuvida 5 kishi vafot etdi. Navoiy Zarafshon yo'nalishida harakatlanib oqibatda Kia mashinasida bo'lgan bir oilaning 3 nafar a'zosi, 2 kishi haydovchi va 1 nafar yo'lovchi vafot etdi. Yo'llarga bitirdi nechta yoshni boshini, onachida bo'lmasa azobda uradi boshini. Na qarisi nayadi yoshini. Bu yo'llarga bitirdi nechta jonni boshini. Bu yo'llar yana qancha qon xohlaydi ayt. Bu yo'llar yana qancha jon xohlaydi ayt. Bu yo'llar yana qancha qon xohlaydi ayt. Bo'ladimi biz xotirjam ketadigan payt. Landi deya qo'lda rul poygaga aylandi. Yosh yigitcha taqdiri bir qizga bo'ylandi. Ota-ona baxtilab yaqinda fotiha olgandi. Juvonmarg sovuq holda tobutiga joylandi. Bir deydi bechoralar aybni kimdan izlasin? Hatto ko'r ham bir bora yo'qotadi hassasini. Temirotlar ichida berilgandek xastasi, yo'lda yurganlarni Xudo panohida asrasin. Shahrim go'yo qorong'u, go'yo la'natlangandek, qarilarning gunohi yoshlarga urgandek, kahr biz ularga oq yo'l tilagandek, kahr biz ularga oq yo'l tilagandek. Bu yo'llarga bitirdi nechta yoshni boshini, onachida bo'lmasa azobda uradi boshini. Na qarisi nayadi yoshini. Bu yo'llarga bitirdi nechta jonni boshini. Bu yo'llar yana qancha qon xohlaydi ayt. Bu yo'llar yana qancha jon xohlaydi ayt. Bu yo'llar yana qancha qon xohlaydi ayt. Bo'ladimi biz